Mamlakatimizda xalqaro moliya tashkilotlari ishtirokida ijtimoiy infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Xususan, Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida oilaviy poliklinika, Vobkentda esa zamonaviy oilaviy shifokor punkti va maishiy xizmat ko'rsatish markazi foydalanishga topshirildi. Islom taraqqiyoti banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokidagi ijtimoiy soha inshootlarini qurish, ta'mirlash ishlariga jadal kirishilgan edi. Mazkur loyihaga binoan G'ijduvon tumani Gajdumak mahalla fuqarolar yig'inida 3 milliard 300 million so'm sarmoya hisobidan 100 qatnovga mo'ljallangan oilaviy poliklinika qurib bitkazildi. 62 oilaviy poliklinikamiz oldin xizmat qilib ko'rsatib kelgan binomiz u 70-yilda qurilgan. Endi o'sha paytda so'zi bilan aytsam, kolxozning kutubxonasi bo'lgan. Yog'och karkasdan qilingan binoda edi. Shahardagilardan qolishmaydigan viloyat markazidagi jihozlar, mana yangi stomatologik asboblar deymiz, UZI apparatlari deymizmi, hammasi yangi. Bu uchun prezidentimizga juda katta minnatdormiz, rahmat aytamiz. Davlatimiz rahbari qarori asosida Vobkent tumani So'fi dehqon mahalla fuqarolar yig'inida ham 50 qatnov o'ringa ega oilaviy shifokor punkti ish boshladi. Mazkur tibbiyot inshooti umumiy qiymati 2 milliard 488 million so'm mablag' evaziga bunyod etildi. Mahalladagi tibbiyot muassasasi umumiy hisobda 6000 dan oshiq aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy diagnostika uskunalari va yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlandi. Hurmatli prezidentimiz mana shu tibbiyotga, nafaqat tibbiyot, barcha sohalarga yaxshi e'tibor berib qaratilganlari uchun mana tibbiyotda mana bugun mana shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Bu yerda nafaqat tumanda, viloyatdagi sharoitlar yaratilib, xalqimizni sog'ligini tiklash uchun barcha narsalar yetarli qilib tayyorlab berganlar. Mana shu yerda yashayotgan 3200 aholi bor. Shu aholi nomidan, shularning ichidan 315 nafar nuroniylar bor. Mana shu nuroniylar nomidan biz o'z tashakkurimizni bildiramiz. Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi qaroriga muvofiq qishloq aholi maskanlari, ma'muriy inshootlar me'moriy qiyofasini tubdan yangilash, hududlarni kompleks rivojlantirish va yo'l transport infratuzilmasini kengaytirish maqsadida Vobkent tumanida Mirvoshi mahalla maishiy xizmat ko'rsatish markazi ham barpo etildi. Mazkur maskan mahalla ahlining turmushini yaxshilashga xizmat qiladi. Markaz binosida mahalla yettiligi uchun ma'muriy xonalardan tashqari sport sog'lomlashtirish va undan ortiq xizmat ko'rsatish turlarini joriy etish ham reja qilingan. Ikkinchi qavat esa ko'proq o'quv markazlariga ajratilgan bo'lib, unda aholini kasbga yo'naltirish faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Umumiy qiymati 4 milliard 600 million so'mga moliyalashtirilgan mazkur loyihaning amalga oshirilishi bilan 20 ta yangi ish o'rni ham yaratildi. Ma'lumot uchun, joriy yil yakuniga qadar Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi bilan hamkorlikda viloyatda yana 22 ta shunday oilaviy shifokorlik punkti va undan ortiq mahalla markazlarini qurib foydalanishga topshirish ko'zda tutilgan.